gai xodimi to'xtatdi skuterdaligimda. Keyin menga qatnov qismida harakatlaningiz deb shtraf solib berdi. Men unga aytdimki, shu velosipedlar uchun, skuterlar uchun alohida yo'lakcha bo'lmagan holatda yo'l qatnov qismida harakatlanishi mumkin dedim. Lekin buni просто ignor qilib, yo bilmadi balki, uzr topamiz endi. Xullas shunaqa voqea bo'ldi. Menga shtraf yozib berdi. O'zi butun dunyoda menimcha shunaqa qonun ishlasa kerak. Agar talabga javob beradigan holat qilib qo'yilmagan bo'lsa-da, keyin shu qonunni buzding deb talab qilishi u noto'g'ri bo'ladi. Oldin talabni bajarilsin, keyin qonunni so'ralsin. Hop. Shuni so'rab ko'ramiz masalan. Hop. Skuter va velosipedda qatnov qismidan qanday hollarda harakatlansa bo'ladi? Hop, qani shu to'g'ri ish qilganmizmi yo noto'g'ri ish qilganmizmi? Hozir shuni ham bilib olamiz. Hop, skuter va velosipedlarda yo'lning qatnov qismidan, ya'ni mashinalar harakatlanadigan yo'l qismida faqat muayyan holatlarda harakatlanishga ruxsat beriladi. Bu holatlar O'zbekiston yo'l harakati qoidalarida yuqorida belgilangan. Hop. 14 yoshdan katta bo'lish kerak ekan. Qatnov qismining o'ng tarafida, ya'ni 3-polosada harakatlanish nazarda tutyapti. Yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlagan holatda harakatlanishi mumkin ekan. Birinchisida ko'rsatib o'tirgan narsa deb o'zingiz qarataman. Maxsus velosipedlar yo'lagi bo'lmasa, ko'rdingizmi mana? Men o'zim qonuniy talab qilganman. Shunaqa gaplar, bunaqa holatlar hayotimizda ko'p bo'ladi. Bu holatlarda juda bizga asqotadi ChatGPT. Hammaga ishlatishni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. ChatGPTdan foydalaninglar.